kuzatuvchilar, mana Peshku tumanida kecha 140lik diametrga kanalizatsiyamiz qilib berdik. Bu klientimizga bittasiga tualetga, bittasiga hammomga qilib berdik. Mana og'izchalari qurigandan keyin qo'yib beramiz. Zukchalari bilan chiroyli qilib. Buxoro bo'yicha qaysi tumanga bo'lsa ham borib xizmat qilib beramiz. Mana o'zimizning instrumentlarimiz bor, qoliplarimiz bor, texnikamiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Biz doim xizmatlaringizni. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Peshku tumanida kecha 140lik diametrga kanalizatsiyamiz qilib berdik. Bu klientimizga bittasiga tualetga, bittasiga hammomga qilib berdik. Mana og'izchalari qurigandan keyin qo'yib beramiz. Zukchalari bilan chiroyli qilib. Buxoro bo'yicha qaysi tumanga bo'lsa ham borib xizmat qilib beramiz. Mana o'zimizning instrumentlarimiz bor, qoliplarimiz bor, texnikamiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Biz doim xizmatlaringizni.